Yolum bulsun sana. Bu yerdeki şaq-şaqini mey bağlap ketken, kızdırıp pişkan olmalarını görüp, Uygurlarda olmanın ornu haqqida oylandım. Olma hamda nurg'un madaniyatlarda odatda mo'l usulga, muhabbatga, tinchlikqa, yangi hayotlikqa, boylikqa simbol qilindi. Fraserning dаңlıq bir kitobi bor, Oltin shoh deydigan. Bu kitobda dunyodagi ko'p xil madaniyat hodislariga o'rin berilgan. Masalan, qora qirg'izlarda tug'mas ayollar olma daraxining tuyiga kelib, yadi jumlab farzand tilisa, farzandlik bo'ldi deydigan bir turli ishonch mavjud. Yana bir qism Yevropa ellarida bola tug'ilganda daraxt tikadigan odatlar bo'lgan. O'g'il bo'lsa, bir tup olma daraxt tikadigan, qiz bo'lsa, bir tup nashput daraxt tikadigan. Yunan afsonalariga asosan Greklarning bir qismlarida to'y qilmoqchi bo'lgan kishisiga olma etib ko'nglini izhor qiladigan odatlarni saqlanib qolgan ekan. Demakchi, olma ko'p madaniyatlarda bir turli sirliq, xosiyatlik, iziq turg'uchi, sehrlik jism deb qaraldi. Masalan, Samarqandning olmasi degan gapni ko'p anglaymiz. Odam alayhissalomning olmasi bug'doyni ko'rsatdi. Amaliyotda Qur'on bo'lsin yoki Injil bo'lsin, cheklangan meva haqidagi bayonda aniq buni olma deb yozilmagan ekan. İnsanlar o'zining yoshirin engida uni olma deb qarab kelgan. Grim cho'chaklari qarmalikida, masalan, qarmalikini ezib turib zaharlanib o'lishiga sabab bo'lgan narsa yana bir tal qizil olma. Uyg'urlarda bo'lsa olmaning ayrim bir yeri bor. Nayt cho'nqur o'rin olgan. Uyg'ur madaniyatida olma yolg'iz olmali emas, simvollik rolga ega. O'ylab baqsaq bularning hammasi angliq yoki angsiz ibtidoiy ko'z qarashlar asosida shakllangan ekan. Bir selishtirma misol bersak, qadimgi qiyotoshlarda tekining, bug'ining, bo'rlarning motivlari bor. Lekin bu yerda bu xil hayvonlar yashagan degandan qisman derak basmi, aksicha insonlarning totem e'tiqodidan xabar berdi. Uyg'ur madaniyatida olma ba'zida so'g'atqa, ba'zida ko'ngilga, ba'zida ayol kishiga, ba'zida go'zallikka, ba'zida yurakka simbol qilindi. Adabiy asarlarda metafora qilib qo'llanildi. Xalq eg'iz adabiyotida bo'lsin, naqsh qo'shoq, cho'chak yoki adabiy asarlarda bo'lsin, she'r, hikoyalarda ma'lum shakllarda olma obrazini topqili bo'ladi. Qorin vodisida Qashqarda Layligul deydigan bir naqshi bor. Olma sotqili chiqsam qizilini tanlaydi degan misollar bor. Tangritog' etikida bo'lsa ili naqshisi bor. Yo'llig'im bo'lsin sana qo'yningga salg'in olmani, seg'inganda purab yoningga olg'in yarmini deydigan. Ba'zi Uyg'ur xalq cho'chaklarida mundaq mazmunlar bor. Qiyr bo'y bakan u olmani yetgan qovul yosh yigitga aylanib qopdi deydigan. Bu yerda olma yoshlikqa qaytishga simbol qilingan. Chintumir Botir cho'chigida Chintumir Botir Maxtumsula evetgan olmani ko'ziga surtib ekan, ama bo'lib qolgan ko'zi echilibdi. Bu yerda olma umidga simbol qilingan. Tahir Zohra deb klassik daston bor. Podshoh bilan vazirning ayollari bir olmani yebtikan farzand yuzi ko'ribdi. Bir qiz, bir o'g'il tug'ilibdi. Birisining ismi Tahir, birisining ismi Zohra. Bo'pti, ular keyin bir jup oshiq mashqqa aylanibdi deydigan. Bu yerda olma farzandlik bo'lishga, ko'payishga simbol qilingan hayotlikning manbasi. Hamda hozirgacha Uyg'ur madaniyatida kichigidan tortib Xudo qo'shgan bir juplar bo'lsa, ularni Tahir Zohra deb ataydigan odat umumlashgan. Xuddi turklarning Kerem bilan aslisi, inglizlarning Juliet bilan Romeo'si bo'lganidek. Bu hadislarni ilmiy jihatdan tushundirsak,
insonlarning mukammallikka intilishdek tabiiy xususiyati natijasida olma insonlarning g'oyibi dunyosi bilan real dunyosi o'rtasida ma'lum vositachilik, xabarchilik, bog'lug'uchilik rol o'ynagan. Hamma shuningga ishonadigan aqida shakllangan va kollektiv yo'shirin ingiga o'rnab ketgan.